Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi rahbari boshchiligidagi ishchi guruh Qoraqalpog'iston Respublikasida bo'ldi. U yerdagi ma'naviy ma'rifiy muhit, ayni yo'nalishda qilingan ishlar, mavjud muammolar yuzasidan o'rganishlar olib borildi. Nukus davlat pedagogika institutida rektorlar, ma'naviyatga mas'ul prorektorlar, yozuvchi shoirlar, san'atkorlar, teatr va kino namoyandalari bilan uchrashuv tashkil qilindi. Ajiniyoznomadagi Nukus davlat pedagogika institutida samimiy suhbat bo'ldi. Asosiy masala esa yoshlarning nafaqat ta'limi, balki ularning tarbiyasi ham. Suhbat asnosida ziyolilar ma'naviyat ustunlari ekani, ularning boy hayotiy tajribasi bizga saboq bo'lishi, bugunning yoshlari zimmasiga jamiyatda ro'y berayotgan o'zgarish va ijobiy izlanishlardan ruhlanib, nuroniylarning ana shu saboqlari asosida yangi O'zbekistonni barpo etishdik mas'uliyatli vazifa yuklatilgani e'tirof etildi. Prezidentimiz ma'naviyat va ma'rifat har doim zamondan olda yurish kerak degan so'zda aytdi. Shin ma'nosida bugungi yoshlarimizni milliy qadriyatlarga sodiq etib tarbiyalaw, albatta biz ziyolilarning mo'yinda turgan ulkan minnat deb hisoblaymiz. Biz qarab ko'rsak, imkoniyatlarimiz ko'p ekan, buni barlig'ini bir yerda koordinatsiya qilib, bir yerda jamlashtirib, ham izbe-iz davom ettirsak, mana tizimli turdi biz albatta o'zimizning oldimizga qo'ygan maqsadlarimizga erishamiz. Yoshlar tarbiyasida chegara bilmas internetning salbiy va ijobiy jihatlari xususida so'z bordi. Asosiy maqsad yoshlarni komil insonlar qilib voyaga yetkazish. Buning uchun barcha birdek mas'ul ekani alohida ta'kidlandi. Ijodkorlarning yaratayotgan asarlarida qadriyatlar va urf-odatlar, ijobiy o'zgarishlar, bunyodkorlik, tinchlik, millatlararo totuvlik o'z ifodasini topmoqda. Shu nuqtai nazardan ertamiz egalarining ma'naviy kamolotida teatrning ham tutgan o'rni beqiyos. Zero jadid bobomiz Behbudiy aytganidek, teatr bu ibratxona. Yoshlarimiz internetga kirib ketuvlari, ularning kerak emas narsalar bilan shug'ullanib o'tirganlari ko'pincha bizlarni qiynaydi. Teatrimizda ko'proq yoshlarimiz turali, yoshlarimizning kelishigi turali yozilgan pyesalar qo'yib, so spektakllarda o'ynaw niyatlarimiz bor. Oldimizga shunday ulkan rejalarni qo'yib o'tiribmiz. Bundan tashqari kelajak vorislarining kitobga bo'lgan mehrini yanada kuchaytirish orqali ham o'z mustaqil fikri va qarashlariga ega ilmli va ziyoli yoshlar safi kengayishi ta'kidlandi. Pedagoglar shunchaki fan o'qituvchilari emas, balki yoshlarning ta'limi va tarbiyasi uchun javobgardirlar. Shu bois bu borada qayerda kemtiklik va xato bor, qanday zamonaviy usullarni qo'llasak samara beradi? Ana shu savollarga birgalikda javob izlandi. Bir so'z bilan ijod ahli ziyolilar bilan suhbatlashish uchun mavzu doimo bor. Uchrashuv va samimiy muloqotda yoshlar bilan bog'liq yana ko'plab masalalarga to'xtalindi.